Damas bagaj zamogini obshivka ochmasi joyda yechib qo'yish yo'llarini o'rgatib o'tamiz hozir. Birinchi mana uchta boltchani yechib olamiz. Mana shuni yechib olinadi. Keyin mana bu yerda mana sim ulangani bor bagajda quloqchasiga. Shuni mana yonga olinadi. Mana shuni ochiladi mana zamogimiz. Buni hozir bitta tozalab, yog'lab qo'yamiz. Mana bagaj zamogimiz tayyor, yog'langan, sprey sepilgan, aralariga mana yog' kirib borgan. Buni endi obshivka ochmasi uni joyiga qo'yish. Mana bu simchasi, mana bu yerda atyorkani tiqib, mana uni ko'tariladi, qo'lcha va qo'lcha ko'tarilgandan keyin mana bu joyga o'tkazirish kerak. Ariqchani orqa tomoniga. Mana hozir qo'yamiz mana. Mana o'tkazildi, mana. Mana bunday joy ochiladi. Keyin simni mana bunday ko'tarib qo'l bilan yordam berish kerak. Mana tushdi. Tushgan holati bo'ldi mana. Mana ishlayapti. Endi boltchalarini qo'yamiz joyiga. Bo'ldi.